Va keyingi faktor esa insulin va ovqatlanish tartibi. Ya'ni bizni qon miqdorimizda insulinning oshib ketishi ham va oqsillarni kamayib ketishi ham bu aknelarni asosiy sabab hisoblanadi. Biz ovqatlarimizga shakar qo'shishimiz mumkin, sut mahsulotlari, shirinliklar, ya'ni uglevodlar qo'shganimizda albatta aknelarning o'chog'i hisoblangani uchun bizada toshmalar ko'payib chiqishi mumkin hisoblanadi va albatta insulin gormoni ham bunga juda ham katta muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Insulin gormonini tushirish uchun esa bizga albatta insulin gormonini eng oshiradigan narsalar albatta uglevodlar. Biz har bir mahsulotlarni glikemik indeksiga qarab iste'mol qilishimiz kerak bo'ladi. Buning yechimi esa albatta kam uglevodlar yeyish, ko'p oqsillar yeyish va albatta tabiiy mahsulotlar bilan oziqlanish muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Hozirgi kunda nega ham akne ko'p degan savolga yana bir marta isbot. Hozir juda ham ko'p fast foodlar, tez tayyorlangan ovqatlar juda ham ko'p iste'mol qilishadi. Shuning uchun hozir aknelarni ham ko'p ko'rishimiz mumkin.